Yaponlarning ilg'or ikki modeli Lexus LX 700 gibridmi yoki Infiniti QX80 mi? Imkoniyat bo'lganda qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Bu eng to'pov komplektatsiya bo'ladi. Sababi bunda avtoparking bor. Ba'zi komplektatsiyalar bo'ladi, ularda avtoparking bo'lmaydi. Buni biz ochiq aytamiz sizlarga. Undan tashqari pnevma podveska, avto hold, elektronnik parkovkalar, head-up display eng yaxshi sifatli charmlar ishlatilgan bo'ladi. Albatta, biz orqali Lexus oilasining istalgan modellarini xarid qilishingiz mumkin. Overtrail, Signature, F-Sport, Urban, Luxury va Ultra Luxury'lar ham sotuvda mavjuddir. Narxlari esa komplektatsiyadan kelib chiqqan holatda bor yo'g'i 140 ming AQSh dollardan boshlanadi. 3 tonnaga yaqin og'irligi bilan bor yo'g'i 602 sekunddan 605 sekundgacha qo'zg'alib berishi uchun bu avtomobilimizga tarixida eng katta ot kuchi 457 ot kuchi o'rnatilgan bo'ladi va 6 silindrga 3.5 twin turbo gibridli motor bo'lganligi uchun ot kuchi ham dahshatlidir. Eslatib o'tamiz, eksklyuzivniy Telegram kanalimizni katalog sifatida ham ishlatsangiz bo'ladi. Unda kunlik inomarkalarning narxi, batafsil ma'lumoti va o'zbek segmentiga deyarli ko'rsatilmaydigan avtomobillarning e'lonini topishingiz ham mumkin bo'ladi. Havola profilning yuqori qismida.